Bugungi globallashuv davrida yurtdoshlarimizni axborot xurujlaridan himoyalash, diniy ekstremizm va terrorizm hamda turli oqimlardan ogoh etish, jamiyatda hushyorlikni oshirish maqsadida joylarda mehnat jamoalarida jaholatga qarshi ma'rifat mavzusida uchrashuvlar o'tkazilyapti. Ma'naviyat va ma'rifat jamiyatning taraqqiy etishi, millat kamoloti va shaxs barkamolligini belgilab beruvchi asosiy omil hisoblanadi. Ma'naviyat rivojlansagina o'sha jamiyatda iqtisodiy va ijtimoiy siyosiy barqarorlik vujudga keladi. Mamlakat va millat taraqqiy etadi. Andijon shahridagi yoshlar markazida o'tkazilgan tadbirda ham ayni mavzular xususida so'z bordi. Jaholatga qarshi ma'rifat deb belgilangan kun mavzusi doirasida tinchlik va osoyishtalikning eng ulug' ne'mat ekanligi hayotiy aniq misollar orqali tushuntirildi, o'tmishga nazar solindi. Ma'ruzachilar dunyoning turli nuqtalarida ro'y berayotgan iqtisodiy va ijtimoiy vaziyat, axborot kommunikatsiya manzarasidagi chuqur o'zgarishlar, turli mafkuralar tortishuvi keskin tus olayotgan bir davrda hushyorlik eng asosiy masala ekanligini ta'kidlashdi. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlardan to'g'ri maqsadda foydalanish, turli yot g'oyalar ta'siridan ogoh bo'lish va himoyalanish kun o'tgan sayin eng zarur vazifaga aylanib borayotganligi tushuntirildi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining reja jadvaliga asosan 21-noyabrdan boshlab 5-dekabrga qadar viloyatimizdagi professional ta'lim tizimida ta'lim olayotgan o'quvchi yoshlarimiz o'rtasida yoshlarning ilg'or g'oyalarini, takliflarini o'rganish hamda muammolarini aniqlab ularni hal etish, shu bilan birgalikda jaholatga qarshi ma'rifat mavzusida uchrashuvlar, davra suhbatlari tashkil etilishi boshlandi. Ushbu uchrashuvlardan ko'zlangan maqsad yoshlarimizga berilayotgan imkoniyatlar hamda mana shu imkoniyatlarni yanada yaxshilash hamda kasb-hunar sirlarini egallashlarida nimalarga e'tibor berishliklarini, shu bilan birgalikda bugungi kunda dunyoda sodir etilayotgan salbiy holatlar va ularga bo'lgan munosabati, jaholatga qarshi ma'rifat yo'nalishida qilinishi zarur bo'lgan, yoshlar tomonidan qilinishi zarur bo'lgan bir vazifalar turli soha vakillari tomonidan ularga yetkazilmoqda hamda yoshlar bilan ochiq muloqot orqali ularning fikrlari o'rganilib, muammolar bo'ladigan bo'lsa, ularni hal etish choralari ko'rilmoqda. Tadbir kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish boshqarmasi va yoshlar ishlariga aloqador bo'lgan bir qator tashkilotlar hamkorligida o'tkazildi. Unda yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilishib, mutaxassislardan javoblar olishdi.